Yaxshi 2026-yil 19-may sanasida gilosimizni sorti Esaxon sort deyiladi. Farg'ona viloyati Quva tumanida, Shevada. Bu gilos kelib chiqishi aslida ukrainskiy sort. Ukrainadan kirib kelgan. O'zbekistonga bandi uzun, valovoydan nisbatan uzunroq. Valovoydan bir hafta oldin pishadi. Oson changlanuvchi, har yili meva qilyapti. O'ta ham serhosil. Tabiiy yirik sirsani holatidan kelib chiqyapti. Valovoy sirsa deydi, mana shu holatda, holatdan kelib ko'rinib turibdi. Xudo xolasa bu gilosdan bog' qilishlarini tavsiya etamiz. O'zim ham shaxsan shu gilosdan bog'ini qilganman. O'zim serhosil, yaxshi narxlarda sotilyapti, tabiiy yirik. Bo'lsa buni ko'chatlarni tayyorlab qo'yganmiz. Kuzga ko'chatlari bor. Nomerimiz 91lik 662 22 88 gilos qaranglar. Birislari ham joyida. Bir ikkisi ham shakar miqdori ham 22 chiqdi. Bo'lsa tabiiy yirik, o'ta serhosil giloslarning sortlaridan biri. Bo'lsa buni ko'chatlari bor.